Hey. Adam çiğmeyi daha çiğdim bittal. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarning kuchayot xayrli olsun. Men Tug'luq Hamid, Shvetsiyaniki poytaxti Stokgolmdan. Hammanglarning kuchayot xayrli olsun. Azroq bir mazmunlar to'g'risida naq maydon qilish bilan ekran yuziga chiqib qoldim. Ekran yuziga chiqib qoldim. Hozir birinchi temada so'zlaydiganim bo'lsa, mana bu yaqinda Amerikadagi Siddiqojim quloqni dong tutib anglang. Mana men oldingizga chiqyaptim. Siz o'ykini kayni-kayindan bir hafta so'zlayman, bir ikki hafta so'zlayman. Mana men oldinga chiqdim, o bu deb ekansiz. Erkishdan oldiga erkish chiqdi. Men oldingizga chiqdim. Bugun qarsam yana birisi videoni avatib qo'yibdi, uningda Seytim Turkning ko'kini setib, uni yeningizga chiqarib, biroq qo'r gaplarni qilib yo'q qilibsiz. Bu temaga men hozir kiraman. Bu Seytim Turk degan odamni mushu o'zi quzatlar yo bu yoqda tillab bilan unutib qolamdi, biz ekranga chiqarib qo'ydik. Va tillab sen Uyg'urni qo'ral ko'tarding yo anda qilib etmasini Amerika kirmas qo'ytma anda deb uning atrofidagi Ro'shan Abbos yo yana bir mavjud bu taraflar shu gaplarni qilib, ya'ni qaytadan keyindan yana bu odamni chegirdan cheklab etish vizlarini yo'q qilib kirgizibdi. Endi o'zlarining tijoratdagi nima ishlari bor, nima masalalari bor, uni Xudoyim o'zi biladi. Ben hazır Siddiq Hoji Ro'ziga deydigan gapim. Siddiq Hoji Ro'zi efendim siz o'tganda shunda Uyg'urniki qaysi vataningni setyapti, Robiya Qodir, sening vataning bormi, Xitoy besvagan u bu deb gap qilgandingiz. Men sizdan so'ragandim. Siz cho'qim javob berishingiz kerak bizga. Agar Uyg'urning vatani bo'lmagan bo'lsa, Uyg'urning zimini bo'lmagan bo'lsa, ayolingiz qaysi davoni qildin aytmoqdan beri. Sizning ayolingiz chet elda qaysi davoni qilib Uyg'urlarni paypoq qildi, Uyg'urlarni indigenous kategoriyasiga kirgizibdi. Qaysi ziminni sotdi, qaysi davoni qildi. Sizlar Xitoyning odamlari Zumrat Tursun, Lanju, Junchuda tarbiyalangan Tug'luq Hamid shogirdi deb ekansiz. Sizning qo'lingizda isbot bormi? Shuningga doir narsalar bormi? Bizning qo'limizda sizningga doir xoinligingizga, vatan sotgan xoinligingizga, ayolingizning munofiqligiga, qora pullar, chegirdan tutilib qolgan, Beijingdan odam akab berganiga doir bizning qo'limizda isbotlar bor. Bizningki Xitoyning odami to'g'riliq sizning qo'lingizda isbot bormi? Bo'z chiqiring unda bo'lsa, ekranning oldiga chiqirayli biz chiqib deyishayli. Ama biz indigenous qilayotgan yoki to'rbatdagi avtonom tilgan narsalarni Zumrat Tursun adimiz bir-birlab ekranda chiqarib ko'zingizga tiqib qo'ydi. Lekin sizlar faqat og'zingizda bizni deysizlar. Shundaq deysizlar, faqat isbot chiqara olmaysizlar. Bizda bor isbotni biz chiqarib beramiz. Sizlarmi chiqaringlar, bizmi chiqarayli. Chiqargandan keyin tang chiqarayli. Mana hozir Allohning rahmati bilan Suriyadagi ko'zi o'chib ketgan bolalarniki bekor qilgan qonninki nimasi bekor ketmaydi deb uni Amerika hukumati inşallah bir torbetida Ravrus buni tashrish to'g'riliq raport chiqaribdi. Men u torbatni tushirib oldim. Hamda Shvetsiyalik ishlarni keyin kapdim. Men Shvetsiya bexatarlik idorasiga vaqt elib berib, ham Shvetsiyalikni to'g'rilaydigan ishlarni o'zim qilaman bir qilliq buni ishlarni. Chunki bu yerda nahaq qon to'kilishga yoki nahaq bir odamlar o'ldirilib ketishga bo'lmaydi. Shuning bilan bu temadan hozir to'xtab turay. Siz Siddiq Hoji, mana men oldingizga chiqdim. Siz Seytim Turkni akab ekranda bir Uyg'urning bunini bir Uyg'urning bunini qanatdi, Xitoynikini qanatmadi debsiz. To'g'ri. Biz Xitoynikini qanatmadik, ham hozircha g'arb ellarda qanatmaymiz. O'zining zamoni, makoni kelgan chaqda
Dünyadaki çoğun kişi tarafından bizniki davarımızınki müstakillik yolumuz eğer şundaq bir Sovetdek parçalanıp ketmey canğı can qanqa aladigan çağı kelgan çağda biz zaman makan bizning Yevropada emas, balki o'zininki sharoiti yoki shu maydon hozirlandi. Biz shu yerda to'kimiz o qanni. Qalaymi qan Xitoy kompartiyasining odami emas, Xitoy yani bijnimiz bo'lsa, biz g'arb ellarda undaq ishni qilmaymiz. Siz bundaq gaplarni deyish orqali chet eldagi Uyg'urlarni siz terror harakatlariga kuchlantirayotganda qilyapsiz. O Hamidjon degan o'g'lim buni g'iydimi, qo'ng'i g'iydimi, og'iz buni ishib ketdimi, uni men buqmayman. Ishibtaliqni sen chaqading qarang. Biz chaqamidik. Bu ishibtaliqninkiga yugab akirib Nuriy Tulkanlar bilan bizni Zumra Tursundoshlarni buning ichiga tiqib baqmoqchi bo'ldim. U o'yinlaring Ahmadi. Ana undan keyin Seytum Turkning bir qator ishlarini yo'qmaydi, iqomat ishlarininki Özang haq tiqib etgandim Seytum Turkni. Qarig'i özang tiqib etib, ya'ni özang echib, özang haq akirding. Qaysi kuchlarning akirdi, qaysi nima akirdi, u bizga qarang'u emas. Hamma narsani biz bilib turamiz. Özang qilishdim. Bu o'yinni özang o'ynashdim. Endi qo'pib, avaylaqi bomo tatayning, Xitoyning New Yorkdagi Xitoyningki bomoligini qilgan, avaylaqi. Uningga bir javob berishning o'rni yo'q, ammo endi qo'pib meni surgun hukumatga chaplab turib Çünkü Sağlık Xudoyor efendim nimişlarni qildi. Sağlık Xudoyor efendim Quddusdagi pochta gazetininkiga nayti Sharq Turkistonning besvilanganligi, bu zaminning qaytarilib kelish kerakligi, bu Xitoyning ishki ish emas. Bu Uyg'urning zamin masalasi ekanligi to'g'riliq qilgandan keyin sen haqqa Xitoy akangdan buyruq keldi. Ani to'g'irlash deb, aning hujumga o't sağlıqqa deb shuning bilan sen haq pochta gazetininki mavazir o'tir sharqdagi animini ta'virtib etgandan keyin shuning bilan sen haq Sağlık Xudoyorga meni chaplab turib o'zingninki Rabiya Qodir o'zingninki eliqi o'rilib ketgan kiyimlaring, eliqi g'oyibiy tushlaring buzilib ketgan, eliqi kelayotgan pullaring, foyda manfaatlaring hozir unda xotirjam yalanmaysa, qismoq hammada qismoq Qayillarninki atrofida hammada qismoq elindi. Shuning uchun sen podaqni ish qilib, To'g'liq Hamidniki, "Meni surgun hukumat bilan nima aloqam bor? U Sağlık Xudoyorning hukumatimi, u yoqda tursa, mening u Sağlık Xudoyor bilan men to'g'ri bo'lganini qo'llayman, bir narsani, to'g'ri narsani chiqaribdi, men qo'llayman, biz qo'lladik. Dilyarnikini qo'lladik. Qilma deganlarnikini to'g'risini qo'llaymiz. U bir xato bir narsa bo'lsa, unikini albatta qo'llab quvvatlaymiz. Chunki u bola to'g'ri yo'lda, haq yo'lda ish qilyapti. Uni Shvetsiya hukumatigimi men baxsus shu surgun hukumat bilan shu Milliy Uyg'unish harakatining to'rbetininkini men tushirib Shvetsiya hukumatiga akirib, ma'lumot turg'ir ish qilayotgan odamlar deb men hukumatga sundim. Buningga Zumrat adam shohid misha kelgan chaqda. Ba'zi bir materiallar bilan akirdigan chaqda Milliy Uyg'unish harakatininki Shvetsiyaningki eng muhim joyiga akirib, ma'lumot birdan bir ish qilayotganlar hozir to'p-to'g'ri ish qilayotganlar. Qag'anlar Xitoyning admil deb aytdim. Dunyo Uyg'ur qurultiyini deb aytdim. Yana OHRP'ni deb aytdim, hammasini deb aytdim. Chunki nimishga men javob bera olmayman. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyiniga bekli javob bera olmayman. Buningki bu yerdagi eliqi Bekram Tursunning Dilshod Rashidning ma'lisi kelib qolgani, Dilshod Rashidning necha xotinninki bu yerdan 5 xotinim ya beqib baqolmay, necha adam, necha uyliklar buzilib ketib, 3 xotinni 3 yoqdan aylantirib, nima siyosiy ko'rinishlar haqidagi Bekram Tursunning Dilshod Rashidning ma'lisi kelib qolgan ishlar, eliq qochoqchilik ishlari, eliq Suriya masalasidagi ishlar, eliq o'lib ketgan bolalar, eliq dapsandib ketgan xotinlar, eliq oqchilik tijoratchilari, komitetlar bilan qilib, hatto Uyg'ur Sharq Shvetsiya Uyg'ur ma'rif ichidagi shu vaqtida rais bo'lgan odamninki, xotinninki cho'chaklik bevosita Xitoyga kirib chiqqanlari o'ylab yiqinglar qarindoshlar. Sizlar o'ylab yiqinglar. Birdan mana Bryusselda kishilik huquqnikini majbur emgaknikini qildik deydi. Qildi-da, u yer yog'lardan so'zlab qo'ydi, oldiq bir muncha rasmdan chiqardi, xalqni aldaydi. Uningki oqidaylik biz ko'rinmaydigan yerda cho'ng shirkatlar bilan hamkorlik tuzib, qanday qilgan chaqda Uyg'urlarni qonunli qulluq ishlatib berib turib, ya'ni ma'ladan pul oladigan ishlarni qiladi. Amaliyotda Birlashgan Davlatlarning komissiyasiga chiqqan chaqda ashdan qarshi ishlarni qiladi. O'ylab beqinglar, shu odamning qiladigan ishi qarindoshlar. Og'zini buzdi desa, og'zini buzdi deysizlar. Ya o'zimizning millatini, o'zimizning xalqi dafsanni qilyapti. Bularga kim berdi shu huquqni?
Birinin bo'lsa ekran oldiga chiqib olib qahramonlik qilayotganlar bu deydi. Ekran oldiga chiqib olib mushunchalik niqoblarni ichib tashlaydiganmi? Turmaning ichida 67 yoshlik bovoy mo'mayni anam dadamni turmaga tiqib qo'yib turib, beshimda adamning beshini qo'ltig'imga qisib qo'yib turib, "Mana ishni men qilyapman." Nimishga? Vatan degan ana degan gap. Biz darslikda o'ssak maktab kirib ilipadi ana deb jumla tuzinglar. Ana vatan deb turib, ana vatanni suyma deb turib o'tadi bizga. Qo'ya olamiz vaqt soat kelgancha ota-onamizni miyoq tutdi. Mayli yashidan sen bo'pti. Dalalaymiz vatanninki bir yerga zil zavir yerlar kelgan chaqda qarib yetib tura olamiz. Xitoy hamini solidi 5-6 yil jinoyatni hamini o'tkazdi, bundan qechib qutlanmaydi. Bu irqiy qirg'inchiliklardan, bu Uyg'urlarni tug'mas qilib etganlardan, bu ishplasliklardan. Avval bugun kelgan chaqda Salih Xudoyor apandininki Quddusdagi pochta gazetida yozgan aytdi o'zining maydonini aniq ifodalab, butun Sharq Turkistondagi 40-50 million Uyg'ur xalqining manfaatiga vakillik qilib turib yozgan maqolasiga Xitoy tog'idan buyruq keldimi Rabiya Qodir sana? Shuning bilan Tug'luq Hamidga anonga buyruq berdim. Tug'luq Hamidga esel surgun hukumatga chaplab turib, Salih Xudoyor qilib baqsin. Abi Salihni bir chiqib tillab baqsin. Yani biz nima qilib baqsin, anondan keyin biz ko'ramiz qanday bo'lganini. Shuningga sen erkin Sidiqaji Rozi, Sesqaji. Sen tillamagan kimlar qolmadi? Sen Dilshod Rashidning dadasini uch viloyatdagi generallarni o'ltirgan deding, sen deding. Parat Yo'rinqashni Badashxondan chiqqan O'zbeksan Uyg'ur vakil qilolmaysan deding. Rahmatlik tugab ketgan Adahamkamni tillab o'ltirib etding. Navbat endi san keldi. Sen qilsam, men qilarman, 9 Xudoyim qila, 30 deb sen qilgan bo'lsang, sen bizdan qaytib kelyotdi mana. Sening tillamagan dunyo Uyg'ur qurultiying, sening tillamagan eliqqa tugab ketgan, kimning dadisi, Murat Atamanning qiynatsiya, bo'pti unutilgan, undaqdan tillasang, sen rasvolar bir-birsingni tillaysan. Sening qilib ketgan ushuqroq xotin ishkingning qilib ketgan Indoneziyadagi, Suriyadagi, Tayland masalalarida sening Rabiya Qodir xotiningning qo'li yo'qmi? Sening Rabiya Qodir xotiningninki biz Seytim bilan birlashib solitivotliq odamlarni bizga qarshi chiqqan degan gaplarni qilgan gaplaring yo'qmi? Seytim Turkninki men tazuqib ketmaydi ekanmi, ammo o'qidigan do'stlarimiz bor. Suriya masalalarida yana bir xotinninki Anchan Tov, Biyun Tov demdik. Kondomning tijoratlarini qilgan ishlari yo'qmi? Xitoy bilan tijoratlari yo'qmi? Tinib ketgan pul, tinib ketgan qora pul, tinib ketgan oqchilik, qochoqchilik san haqning qaysi birisining qo'lida yo'q. Qaysi birisining qo'li Uyg'ur xalqininki qini bilan millatchida bo'yalmadi. Pul talishib qilgan jidilingning uchun Amerikada bo'layotgan soting uchun, pulning manfaati bo'lganligi uchun Seytim Turkninki ishlarini yollarını özang taqishib, özang etishib, yağalardan Türkiye'de 13 ay kesib etdi degan tan ajab. Seytim Turknik 13 ay kesib etmoqda. Rabiya Qodir to'pladı, men jinimni tikib qo'ydim, Seytim Turk balamni kesib etibdi bu deydi. Seytim Turkni kesmabdi-ku. Seytim Turk turibdi-ku Amerikada. Hurmatlik Sesqaji apandim, odalangizga chiqdim. Cevap verin hamdi. Siz Uyg'urninki bunini qanatdi deb, undaq adam Uyg'urning buni qanalmasa, siz nima deb iftolikqa uyaga so'rini hozirlab jidal qiladigan maxsus agar kindi Bilal Ibrohim Turkistonida jinoyat yoki bir qandaq bir narsa bo'lsa, kepelik qo'ypamatdi bo'ladi. Kepelik qo'ypamatdi. Sen ama sürgün hükümet işkükünü İslam'ın sebebi Salih Xudoyorniki Quddusninkide qilgan gazetida bugünkü Xitoyninki qilgan bayonotida torbetiga maxsus chiqarib, chichangishtiribdi, xo'jayinlaring o'ta xizmatda qaysan buningki tazim o'tirolmaysan. Shuning uchun sen haq chiqib, sürgün hükümetga yana birisininga hujum qilyapsan. Sen chiqa oldiga Rabiya Qodir chiqdi. Rabiya Qodir nagapadi Uyg'urdan chiqqan pulni. Uyg'ur uyining xit qini. Uyg'ur uyini olgan rasmiylashgan dokumentlangan qog'ozlar, materiallar qini. 125 ming dunyo Uyg'ur qurultiyin Rabiya Qodirninki nimadan Avstraliyada ketib Uyg'urlarning uyidagilarni chiqarib berma degan
Qine chiqarganlaring. Qancha odamning o'yin chiqarding $125,000 ilib. Zumrat Tursunning oldiga chiqsa Arabiya qodir. Chiqmaydigan bo'lsa, anang bilan manangni mush dunyoda ko'zingni ko'z yo'lga seletmasa haramdan bo'lgan jalobninki. Tushundingmi? Sidigachi degan qeri ko'plasami chiqsa oldimga. O seytim turib balangni akib olamsa, palonchi turib ninga akib olsangmi, haq qamini haq mansang deb qo'y. Uning bilan chiqib video ishlab, ma'ishlardan qutulma dema. Tushundingmi? Alas-malaslaringga podaqchilik qilayotgandan keyin yaxshiroq kiyindirish, chaqmoq ko'ylakni Adidas chandan-chiga tiqitlaydi, vonqadagimini qilib ketgan lavlayildek qilib. Aningga ubdaroq kiyindirib bir yak ochiq qilsangmi, ishtlaringmi hali shunchalik, men chataldagi bir ishtlarning bo'yniga biridan osib chiqib chiroyli kiyim. Qarab baqa aningga, 2022-yillik Parij kiyim-kechalik sahnasi tayyorlab otamdi. Chaqmoq ko'ylak degandan ichiga tiqiblam, ichiga degan lo'shay deganni kiyiblam. Qaynoqdim yo'q, men 21-asrda g'uljining qaynoq kiyisdim bunda kiymaydi. Bir Amerikada yashayotgan odam, Bir ishlaringni bir o'ngshasang, Abdulaziz degan endi mening qizimning narsalarini qildi ekan, men bularninkiga saviyarim yetmaydi. Sening saviyang biznikiga yetmaydi. Sen degan 9-sinfqimi, 8-sinfqcha o'qigan, biz degan to'liq ma'lumot to'liq o'tirib bitirib, oliy maktabni bitirib, ishga yurib, meyaga kelib, aningdagi meyadimi o'qib, jahon ko'rib, bunda qilgan. Biz deganda undaq qalaymiqan chiqib, qalaymiqan so'zlab qilmaymiz. Bizni isbot bilan hamma narsani chiqib ekran oldiga deymiz. Sen texe deb ketibsan, tex Madinaga bog'dan kelsa, o'ylaqi 7-qavatda o'zingni tashlab olibman debsa, Madinadan bo'lsa yotqandan ichidan beshingni chiqarib, Madinadan kelib faoliyat o'tkazdim yerda. Qani men shu sotni kutyapman shu. Amaliyotimish Madinadan bilan shu Robiya onangni tilga qo'yayotgan dal sen podoq ashlarnikini ko'tirma deb turib, mening og'zimni tatlab turib ashlarning tiliga ashlar seninkini nima qilma deb turib, ashlar sening nimanga ketyapti ba'g'o. Tushundingmi? Qarab baqa lopur go'y talatinga bir tuzuk chiroying bo'lsa ya bir tuzuk chaqmoq ishdan Adidasning eshik tiqma puftangni kes sandek qo'y. Ulab kasangmam desa yoshiqicha. Tudaxundan chaq chiqyapti, qop numraynik minaverolgich savilsangchi deti yo'q, men desa o'lsangmam da qo'y. Opangning nini g'opirib ustigil ko'mbitatdi. Sandek qo'yni vaqo qara. Manda qisq ko'msak ya ziyon keltirsin, tikil ko'milmiz. Beshangdan chiqarib qo'ymiz, keyin avlodlar tukirib o'ynaydi ko'p beshanga. Sen manda ko'msaksa, ya'ni egallab ketsa, sen ham tikib ko'miblarmi, toshmi qo'polmaymi, beshangni chiqarib qo'ymiz. Ya'ni egallab ketsa sen go'y, rasvo go'y, numussiz go'y. Sen Rabiya Qodir cho'qim chiqib, indigenous people'ni senga kim o'rgatdi? Senga kim qildi, kayningda kimlar kuchgatdi shuni qilishda? Yerlik millatninkiga tiqishqa. Ikkinchisi Uyg'ur uyidan chiqqan pul, uningdagi uyardagi boj to'lamagan, qora qur qachurgan bu ishlarim. Uchinchisi Avstraliyadan ib ketilgan baxaqninki $125,000 hisobi va senga Beijingdan pul akab berayotgan nomsiz odamninki hammasini hisobini chiqirsa, sen nima uchun pul akab berdi? Sen kimlarga vakolatan ish qilyapsan? Hatta seninki Amerikaga yenkagan xotinlarni, voy anang bilan yeting, voy hech nima ishingiz bitib qoldi deb salomchilik qilishdilar. Sen degan bizning bir mumimizning ishidagi odam, mumimizning qarapaqa chiroylaring Xitoyning leshida ko'p ketdi. Akin maydon rasmi chiqdi ekansa, chiroylaring degan eqib degan shu shayton chiroy, juhud chiroy chiqibsa, ba'g'o, munofiq chiroy chiqibsa, nima kuni sen qirg'anda mushta yashab o'ylab baqa. Nima kunmi shu? Millatni satmagan bo'lsang, millatni chiroyli qilgan bo'lsang, davom tuzuk ep bo'lgansan, senga biz egi chiqatdik bugungi kunlikda. To'lqin Aysoning ko'kolosini julib etib dunyo Uyg'ur quruqda sen o'tag'izgida kuchimiz batdi. Qo'limizga narsalarimizni chiqarib, ana o'tiring bu yerda. Mana sizni manda qildi deb turib. Sen jalab xotin o'zingdan ketdi-da. Ularni satding, vatanni satding, sabdoshlaringni satding. Adan chiqib ma'aga tagidan qinayliqi muddatsiz kesayotgan bolalarga ajab navarcha qilib qo'yib ketdi. Ular qanday navarcha qilib qo'yib ketdi unda bo'lsa? Ashta yaxshi go'nsandan va changlishvasin Rabiya Qodirning ki avlodlari inqilobchi atmagan Sharq Turkiston boshlangichi turib mustaqil qildi demoqlar deb turib changlishvasin deb kelinlaring bilan bolalaringni uchrashtirib ashnachi tug'ib oldi. Nima uchun ko'payib ketgan navarlar u? Qaysi badalni to'labsan sen? Qaysi badalni to'labsan? Hech qanday badalni to'lamabsan-ku. Butunlay chatalliklarni
ahmaq qilib, yurt bağanlıkiye, Şivisiyaga kelib baxtan jidal terib ketdim, Gollandiya, Norvegiya, Uzangning sabdoshlari axotin ishkan chiqib tillab, vayliq rahmatlik adahamkamdan tatib, hamma tilimiga adamon qamdi. Ab öykünü şappi dörilib, Dünya Uyg'ur qurultayini maqtab, Uyg'urning qurultayi o deb. Uyg'urning qurultayi emas, Dünya Uyg'ur qurultayi, indigenous people'larning qurultayi. Biz buning qonun chiqarib oldik. Biz ularnikiga biz e'tirof emas deb 10 ming kishilik imzoladik ki, o bizning qurultayimiz emas dedik. O kim indigenous bo'lma desa, shuning qurultayi. O Uyg'urning qurultayi emas. Sen meni obdan bilib ol. O Dünya Uyg'ur qurultayiga men vakillik qilma, men Dünya Uyg'ur qurultayini xohlayman deganlar shu indigenourslar. Biz normaldagi Uyg'ur xalqi necha ming yillik madaniyatimiz bor, palonchi yillik islom madaniyatimiz bor. Bizningki 13 muqomimiz bor. Tarixda o'tgan Abdurashidxon, Yusufxon, Qidirxon ajidek, Amanisaxon onamizdek, Masmat Qashqar, Yusufxon ajidek bo'g'larimiz va madaniyat yaratgan odamlarningki biz indigenous emas. Mayli u bir millatni kamsitayotgan bo'lsa, mening xiyolim kirib chiqmaydi. Men uning javobini o'zim beraman. Lekin biz undaqlarningki avlodi emas. Aşı qurultayninkiga agashganlar, aşı qurultayga berib ish qilganlar, ashdan pul to'laganlar, shular indigenourslar. Mana Suriya meselesining işi Amerikada içildi-ku. Bilinki mayli adam dapti-ku torbat chiqirib turganda Indoneziya, Turkiya o bu ya. Rabia xonim chiqib olamizmi hamda torbatga shunda qilib? Qayda olib ketayinda? Voy, hurmatli vatandoshim. Sizmi Seytum Türk balangiz bilan quchoqlashib chiqadigan bo'ldingizmi ya? Torbatlarga hamda tutilsa, cho'qim tutilsa, Xudoyim buyurgan bo'lsa, sen haqni bir kechining ichida tutib ochib ketadi. Pok tutib ochib ketadi. Hamma tutilsa. Tutilmaydigan ish yo'q. Qechib qutulolmaysa jinoyatingdan. Chunki sen haqning qo'li Uyg'urning qini bilan milichida bo'ylab ketdi. Men senga deb qo'ysam, sen texe Seytum Türk texe mayada bizni texe Zumrat Tursun'da texe lanjo junchida tarbiyalangan sen shogirdni. Jalab xotinning onasi, sen vatanni bo'ladigan bo'lsang, vaqo qara, Vanglochan bilan Xi Jinpingni madilab obzor yozadigan ko'tsan. Sen nimdavatsa o'zingcha qiyolingda. Iştanga şu öyle pidayni meyakagacha chiqib qo'saqni yermin tashaqniga tiqibli ko'p turib, hurmatli vatandishim, pap kiyimni o'shab kelib chiqmaysa, latqas qo'y. Nangiskay. Chiqamamsa isbotingni. Sen chiqamamsa biz Xitoyning odam bo'lsak. Dolqin Aysaningni menga achan keldi ekan deb xabarni bermay to'la. Ama bugun uxlab qopsam, meyada biz saçlar qilib qo'yibdik, bijimamni yapti Dolqin Aysa desam, kelgancha berib yegiz deydi. Ezib qo'ydim. Alasmi berib savol so'rayman deb qo'qib ketib kelgan. Qachon uyagimi cho'ng dadamni opirib tizib qo'yisizlar, cho'nglar keldi. Voy balam, u bu qurultayni sen tushunmabsa deb meni rasm chas tatiblar, top-toplarga avatiblar. Shuni o'ylan assist deb ana buni qilsanglar. Men Dolqin Aysaga deb qo'ydim, Dolqin Aysa. Senin qurultayning ichida saranglik kinishkisa ishlayotgan odamlar bor. Senin qurultayning ichida travel dokumentlar xotini berib kelib vazifa ijro qilganlar bor. Seninki qurultayning ichida sen birgilishib ish qilgan odamlar bor. Tushunding? Sen meni Tug'luq Hamidninki mushtabir inimiz telefon qilibdiki, aka sizni tillab olay degandim deb. Mening nomerim sen qachon kirib baqding? Sen qachon kirib baqding? Ang bo'lmagancha mening bir nomerimni chiqarib baqa. Unda qildigan kunim bo'ldigan bo'lsa degan bago, sen butun dunyoga yetsa, butun istixborot idorasiga berib, hozir meni degan bijnim qilamayotsa, sen haqqa bijnim topolmayotsa, bijnim tepib olgan kuning. Nima qilib o'tirganingni men bilaman, obdan bilaman. Shuningga aqalsingninki eng tegidiki yerni shu chingida tutib olib chiqamag'an yerim shu. Shuningga isbot chiqa, isbotini chiqarsang ishnimi senga hech qanaqa isbotni chiqarib bermayman, qonuniy organni chiqarib bermayman. Dolqin Aysa, sen Shvetsiyaga qachon qachon kelma? Dilshod Rashid bilan ishkim sotqi berma debsan qo'y, cho'qim berasan. Bermasang, sen bir lata. Sening rast demak mening deganim rast sening qung'ongda po'qiladi. Sen meni tatib chiqaralsang, meningdan bir narsa chiqaralsang, bo'ldi. O chaqda sening deganing degan bo'ldi. Lekin men chiqarib bersam bak to'kilib ketadi seninki. Tushunding? Seninki ayni vaqtdagi tuqqanlaringning TVga chiqadiganini mana men yozgan.
xo'jayining menga avatgan. Nimishga desang, shu xo'jayining mendan pul ilayotgan, yeydigan ichadiganlarni ilayotgan, soatlarini ilayotgan bo'lg'ashqa, mana men Dolqin Aysanikin qila olaymi? Akamning qo'lidan xil ish keldi. Deb turib, mashindan qilib turib, maydisi ko'rib turib, malani yoz 2 kunga TV'da ko'rsa, deb turib, meni aldab turib, ashta qilgan. Yil, oy, kun, u meni WhatsAppda qarg'itib qo'yibdi. Uning bilan ishim yo'q, uning ovozidan tortib, ismidan tortib, hamma nimasigacha to'liq turibdi. U jivatgan bilan men jivatmadim, shop etib turdim. Shuning meni ashta nim qilib qolmasin deb, "Va, WhatsAppdagilar jivatchimi? Va, Navrakang telefon qilib ketadimi? Uyamni oldiga ketmi?" O'zi biladi. Har qitim uyga borgan chog'da langtayn oldiga telefonni nimaga qo'yib qo'yganimni. Qanday bo'ladiganini hammani o'zi biladi. Shuningga haliqi ekranni yig'im ichib o'tiribsizlar-ku, ko'rdim. Ro'y ichib ketgan majruhda ko'p ketdi. Shuningga Dolqin Aysa uningga buningga haliqi yag'an uchir berib, at kelima, mana kelima, andaq deb menga entete qilmay. Kel. Saqchiq telefon qil. Ya Shvetsiyaga qadar gidarsa vaqt ol. İkimizde bir akamaydi degine. Sen deydiğinin dap qo'yib ket, ular meni chaqirdi, uningdagi men ular bilan gaplashman. Ular meni biladi. Tushunding? Yana bir kirdigan ishim chiqdi. Mana Amerikaning yaxshi torbatda, yaxshi Indoneziyadagi chiqibdi. Shvetsiyadami Suriya masalasiga eg'ir qatnashgan da'vatga. Meni qarindoshlar 2014da Rinkibe rayonida ashu yerda Qarbayada bir yerda ashu Nabijon Ala aniki Abdukerimda bir qarmaylik vaqti mushkisi. O Abdukerimni keyin Suriyaga ketib o'ldi dedi. Ama keyin birisi da'ng'ilsam qarmay bo'lgan joyga ketdi, Shvetsiyalik ishlarni bajarib qo'yib dedi. Tazobdan bilishidimish Nabijon Ala bor. Men qanday tutib chiqmankin Shvetsiyalik Suriyaga ketib o'ltirayotganlarninkini, bir g'uljilik akamiz va yana bir shahardagi Qaysingning Ma'rifning raisi bo'lgan vaqtda 2012 deyman, xotining badi, nima vazifani ib keldi? Meyada nima ishni qilding? Qancha odam Suriyadan ketdi? Qanchalik do'kon saraying bor Turkiyada? Suriyada. Ni oliy maktab bitgan, ni yaxshi bolalar ko'z ochiq ketdi, vatan deydigan mujohid bolalar ketdi. Kim qildi? Shuni kim qildi shuni? Dunyo Uyg'ur qurultiyining tarmog'idagi shularni qo'llaydigan tashkilotlar qildi-ku. Endi texi uningda vahshiy bir planni Xitoy tuzib qo'ydi Yevropada. Uningda vahshiy bir planni tuzib qo'ydi. Uyg'urni butunlay tekistib Yevropada ish chiqarib Uyg'urni tekistib 3-chi qitimliq jumhuriyatimizniki bizniki men bular bo'ldi, mishar Xitoyning qo'lida qilib kesna deydiganga nurg'un Xitoyning vahshiy planlari bor. Nima uchun tarbiyalanib qoldi? Nima uchun ilaqanda go'ylar? Keyingi hafta vaqt olima davlatdan Amerikaning torbetini chiqarib bir necha cho'ng jamoat, kichik jamoatlarningki ilaqi ovozlar, ilaqini ko'tarib, yo'panga sepib kirib, amdi Yevropa parlamentiga bamani bekama Yevropaning ichida sening bir kuni mag'uylar ish chiqarib Xitoy degan nomussiz kommunist balan bekor tarbiyalamadi. Mishar bir ish yo'lda hamda deb turib men chuvitma qaysingga qarabdi. Qo'lamdan kammaydi emas, qo'lamdan keladi 100%. Xili ishlar kelyapti-ku, ko'ryapsan-ku. Sen haqlarningki uchsa anangni, uchsa Turkiyaga ketsa, texi birnim bo'lsa, Turkiyaga ketganda, Suriyaga ketmaganda, qo'ylar. Suriyaga bevas ketmaydi, shu Turkiya orqali kelib ketadi, yo'l bosib qo'y. Sen ham nima ishga berishmaysan unda bo'lsa? Sen ham nima ishga bormaysan unda bo'lsa, shunda jannatning yo'li bo'lsa. Arabning yeri nimba, Arabning yeri nimba qarindoshlar. Po'qami u yerda. Arabning yeniga yo'lni kangtash ichidi Xitoy. Qozoq, o'zbek, qirg'iz bilan vaj zalga selitadi. Nimishga jang maydonining qayerda seninki? Qo'shni davlatlarda, qarindosh millatlarning endi Arab bilan o'tirliqdagi yer nimba u yerda. Nimishki Qozoq Uyg'ur masalasi, o'zbek masalasi, qirg'iz masalasi davomli to'plarda tashlanib, nimishki doim jidal chiqirdi. Kallanlarni ishlatsanlar bilasizlar qarindoshlar. Buzg'unchilik qilish, millatni qarindosh millatlar bilan jidalga silib etib, Uyg'urni Arabdagi xushxona g'avat etib, asli nishon ayirib tutsa, nishondan ayirib etib,
Nişansız yerga yo'lga silib etadi. Am mushunda qilsa, o'zingning millatini, o'zininkini o'zi qirib olsa, o'zininkini o'zi qonunsiz ishlaydigan yerlarda shunday majbur emgaklarnikida cho'ng shirkatlardan pul olish uchun yig'inlab qatnashib olsa, nomus qilmay. Da'vo beshlikka sarxillar, o yerlari har xillar. Ashuningga gap yo'qmi qarindoshlar? Ha? Voy, nim bo'pti ya, o suytim turib Amerikada o'z nim bo'pti. Nim bo'pti Amerikada o'z. Amerika degan odam bor edi uningga. Bir cho'ng emas, o bir Amerika deb kelsa. Asidigaji degan o'g'ri yiniga qo'yib elib, ani o'zichik uning ko'kini setib ayada. Voy, menda bu Uyg'urning bunini qanatdi, Yevropada qantanmaysa, Amerikada qantanmaysa. Amerikada, Yevropada Xitoyning bir nimasini qanatmaymiz. Xitoyning mo'yiga tagmaymiz. Konsulliklarning mo'yiga tagmaymiz, chunki terrorlik qalpiqi beshimizga kiyilib qoldi. Mana degan qonunliq davlatlar. Uningki zamon makoni o'zining keladi. Sen Sidiqaji Seytim Turkni ekranga chiqib turib, Uyg'ur anda qilmaysan, mana qilmaysan, sen terrorlik kuchga aytyapsan Uyg'urlarni. Tushundingmi? Qanotning kasi o'zan qanot. Qanotning kasi o'zan qanot. Makkadagi maqbirim mangashda degandi. Ma to'g'liq Hamid Kashti Antillayga Shveysariya bir necha Xitoyning bo'ynini uzib, kesib, parlamentning oldiga esib qo'ydi. Mana mushta qarindoshlar bular. Mushta terrorlik voqealari qildi. Nimishga ashta qildi? G'arbdan saskandirib o'tish bizni. G'arb ellardan bizni saskandirib o'tish. Ertagin ko'rsatib bu yer nimishlarni qildi. Xitoyning har eslib qolgan, har qo'llanib qolgan mollalari va qilmaydiz amal yo'q. Tutimiz endi bir taldim tutmasak, sen go'yla yana ma yo'lni buzib etsa, sen qilib etsa, yana Uyg'urning u yerda bir yer ish chiqarib, Yevropani qalaymiqan qilib, Amerikani qalaymiqan qilib Xitoy deydi. Tang bo'lishib kontrol qilayli, bular mustaqillik bermay, bular terror deb. Shuningga har qaysi davlat turib atqanlar, bexatarlik idoralariga qattiq yizinglar Amerikaningki chiqargan qonunni ashnaslarni elib, mana bizning davlatda manchadam ketgan. Mayana oldin ma komitetda yoki mayana tug'an. Mushlar bilan birga ishlagan, mushlar biladi. Butun narsani tekshiramanki, atigi mayana sening bir davlatingdan bir ish chiqib qilib, bizning mustaqillik yuzimizni kesib turgan shub qolsa, yoki manda bizning manfaatimiz qildi deb deyish hamma. Men deyman shuni. Mana bu vatan suyganlik, mana bu millat suyganlik. Nima deb kiramaysan Shveysariya bexatarlik idorasiga, Nuriyaning bexatarlik idorasiga yoki Germaniyaning bexatarlik idorasiga? Qo'ngni po'qingwa. Chunki bir odamning bexatarlik idorasiga kirib deyishdan burun sening kimligingni tekshiraydi. Shuning uchun Yevropaningki bir yaxshi yeri, sen kirib bir nima da'vat qilgan vaqtida xalq kirib seni tekshiraydi. Sen nima uchun kiramaysan? To'g'ri Hamid kiralaydi, sen nima uchun kiramaysan? Chunki sen o'tkalda o'tamaysan. Men o'tkalda o'tarayman degan bank kartamni tekshiraminingki, idoramni tekshir, tariximni tekshir, mana meniki hamma narsamni ochiq tekshir. Mayaga chaqchaq qiladigan odam kiramaydi. Mayaga qalaymiq odam kiramaydi deb men deganman. Desam nima degan menga? 20 yildan yo'q bizga seni Uyg'urlardan birisi chiqib aloqa qilib, meyada bir da'voning ishlari, meyada bir hamkorlik qilaylik, men mana ishlar bo'yatdi deb bir qitimmi bizdan gapga sammarbita dedi, birgalashib ishlaydigan odamda hamkorlashadigan ishni qilib boqmagan dedi menga. Shunday gaplar qarindoshlar, endi o'zinglar ko'ringlar, mushu davrlarda, mushu vaqtlarda endi nayt zil vaqt ketyotir. Shanxaylar taqilib ketdi, Urumchining bir yerlar yepiq, G'uljilar yepiq, uya yepiq. Xitoy deganning magazin, zavod, fabrika, butun narsa degan, ichi degan irmoq-chirmoq shop Jonxayning ichi degan butunlar qalaymiqanchilik to'lib ketdi. Vaziyat degan kep o'tadi. Qaysi kun tex Amerika hukumati Xitoyning shu Ukraina masalasida shu Rusning kayni Xitoy bor deb 80 shirkatiga embargo o'tkazdi qarindoshlar. O cho'ng shirkat, o cho'ng davlatlarning oldiga degan bir keplam shu galash qilishni urushib bo'lib ketmaydi. O Sovet ittifoqining so'g'oq munosabatlar urushi 10 yil bo'lgan. 10 yildan keyin boshlangan. Xitoyninkiga 5 yil qoldi. 5 yil bo'ldi. Trump apandam 2016 boshlab qo'ygan buni. Özek urushini qildi, Moyi jamoa savdo urushini qildi, Xaygonning baq o'kin yantiq Amerikaningki saqaq ko'rishmaydigan o'xshaysa, tamojlarning bijini yana o'stiribdi. Begoq tashlabdi emas, yana o'stiribdi. Hozir butunlay Yevropada Xitoyga beqinib qolmaslik deb zavod fabrikalar ochib, Indoneziya, Sri Lanka, mashundaq bir Latin Amerika, Hindiston mishundaq yerlarga bundan keyin endi
Açık gitmez deb açık gityapti. Çünkü Xitoyning ichida virus oxirlashmayapti. Xitoyning bir narsa kirdi degan gap, Yevropaning yana virus chiqdi, aylanmasi chiqdi, u bu chiqdi, bular o'p ketdi. Unda bo'lgandan keyin nima ish bo'ldi? Asta-asta uni pachinib ketdi. Back-home Xi Jinping ishni bilib, bu xatoga men qo'ydi. U nochigo ideyali qilmagan nochi ishni pasa, qo'mni kilima, men kun chiqib Xi Jinping mazoq qilaman. U nochilik qilib yurgan butun dunyoni Yevropa olmoqsi va Arab olmoqsi va nimasi va Amerika chambariki va bizning chambarikimiz ideyali butun dunyoni bir cho'gilaymiz deb o'zlariniki mutaxassislar davatgan gaplar bor. Har noch so'zi ketdi. Nima bo'ldi? Nega ketib bordi poyezdlari, qaniylik qurgan yo'llari, qaniylik saqlan mablag'lari. Shuningga qarindoshlar, bu jahon kupurlik qilgan jahon emas, bu cho'nchilik qilgan jahon emas, haqqa yomonlik qilgan jahon emas. Bupmi vatanga, ziminga, millatga osiylik qilgan jahon emas bu. Qarab beqinglar qarindoshlar, Koreyaning qaysi kun texi elaqa vatanparvar yana bir Xitoyga qattiq qo'l bir zontong saylandi 10-esla. Shvetsiyaning o'ng qanotlarimi chiqyapti. Amerikaning Trump apandan bütün shtatlarni hozir so'zlab Ohio keldi deyman. Hammamiz uyg'onib jumhuriyatchilar senatordan tortib bütün shu kongressgacha olamiz deb hammani butunlay chirmab bo'ldi. U burungi vaqtlar ketdi. Agar 2009-2008da yoki 2012da biz chiqmada so'zgamsak tutib akirib o'tiramga datdi. Ehtiyoj kelib qoldik. So'zlasak bo'laverdi. Fikr erkinligi bütün nimamiz bor bizniki. Men deb qo'yuqliq men deganman Shvetsiyaga men chiqib so'zlayapman. Millat uyg'onman bilmayman, ammo men mushta xoin da'vatida men deb qo'yaman, tekshirsanlar bo'ladi. Menda bir mas'ul chiqsin chaqirib men so'ranglar yoki pul qartamga bir pul kirib qolgan bo'lsa, qarab pul bir Xitoy pul urib qo'ygan bo'lsa yoki bir qanday bir ishim bo'lsa, men chaqirib kelsanglar, men sizlarga farqlar qilib bersam bo'ldi. Shvets masalaga tushuntirib bersam bo'ldi yoki mashina hal qilib bersam bo'ldi deb deylikman. Ben qo'rqmayman, shunga chiqib so'zlayman, to'g'risini to'g'ri deyman, xatosini xato deyman. Bu qitimni kassa mustaqillikninki bizniki qo'limizdan qachon keladi ham deb o'ylab beqinglar qarindoshlar. Xitoy aktiv vatanning ichida bir munch Uyg'urlarni ishkirlar tarbiyalab taq o'zi uchun qilib qo'yganlar va u vatan mustaqil o'z ularning masalasi va u har davlatlardan kirgan har xil kuchlar va ularningkini hal qilish kerak. O vatanni elishlam emas, o tutib turish bir gap. Mağuylarınki muşularning rasul muşular vatanparvar bo'lsa, haqiqatan Uyg'urning ishni qis nima deb Dilshod Rashidning 3-4 bolasi bor, nima deb ashlarni vatanparvar qilib yetildirmaydi? Nima deb o'zining bolalarini da'vogarlashtirmay, u yerda, bu yerda, Ispaniyada paraxtda o'ynab, yalang'och ko'sar bilan yurdi, qizlar xotirjam o'qib. Nima deb Do'lqin Aysoning qizi aralashmaydi? Nima deb aralashmaydi? Nima deb qolgan iliqi o'chi-bo'chilarningki, iliqi xotinlarningki, iliqi vatanparvarlarningki nima deb aralashmaydi? Nima deb aralashmaydi? Nima deb o'zininkini tiqmaydi? Bu degan xoinlik yo'li. Kassa kammas yo'l o'lkitidi. Ya Xitoy parchalarni qachon bilgan chaqda deydi. O'lish bo'ldi deydi. Nimishga o'ldi? Nimishga o'ldi? Chunki Xitoy parchanib ketsa, aytgan xalqaro jinoiy ishlar sudida bo'lgan chaqda mala chiqib Xitoy nima sotadi? Chunki bu sotqon, buningda yuz yo'q. Buningda pulni to'laydi. O Xitoy bizni mushta tarbiyalab chiqarganda Sovet parchalangandan qo'rqib ketdi. Biz mu shu bilan mangandik bu deb. Amerikaninkidek davlatlarningki bugungi kunlikda Amerikaning to'rbetiga chiqdi degan gap Suriya, Indoneziya masalasi, Yevropa agishida degan gap. Astirtin tegidan. Irqiy qirg'inchilikdami nima qildi? U yerda bir necha davlatlar almash chiqdi, keyinda agashdi. Mushuni nima shunda? Mening ishimga mening ishonchim bor. Shuningga qarindoshlar, iliq bir ishlar bo'layotgan chaqda iliqda bir o'ylashni, tafakkur qilishni o'ylash qo'yinglar. Oxirida endi men sizlarga deydiganim qarindoshlar, meningki u surgun hukumatlar hech qanday munosabatim yo'q. Men faqat Solih Xudoyonni qo'llayman. G'ulom Ustam apandininki yozmalarini yaxshi ko'rib o'qiyman, ko'rman, leksiyalarni anglayman, birnimi qo'yatmayman. Chunki g'ulom ma'lum deganliklik bizda davlatchilik ideyasi haqiqatan kam. 70 yildan beri jiq Xitoyningki avtonomda yashab, uni buni qilib biz vatan haqiqiy biz mustaqil davlat yashab baxmagan ekan bilmaymiz. Qanday o'zining davlatining qanday bo'ldi? Qaranglar qarindoshlar, o'zbeklar, qozoqlar dunyoning nariga bos bora oladi. Ularda lagerlar yo'q, majburiy emgak yo'q. Qarindoshlar Yevropalar kelib ishlaydi, shirkatlarni quradi, pul topdi, ota-onasiga avatidi, uy quradi, taksichilik qiladi, o'zining davlat uchun gullantiradi, uni buni qiladi.
Qandalı bo'lmasin o'zing mustaqil davlat degan qalanda bo'lsinmi? Endi deydigan gap bor emasmi? Gaday bo'lsin, o'zining uyi bo'lsin degan gap bor. Oyliq bayning qo'rosiga kirib siqinib, malaydek yashagandan gaday bo'lsangmi, o'zingning ikki qiz uyi bo'lsa rahat yashaysa, bu vatan deganmi shunda? Bu Abdullah rayon turi va shunda qisinib, tayoq yeb, yig'lab, mo'lildab, uningda rahimdillik tilab qilamdiq ya, bu gaday bo'lsaqmi? Başdan başlaydigan ish chiqdi vatan qurilgan ekan menasini. O'zimizning vatan bo'lgan yaxshimi? Shuningga shu mashqatimqa mana shu masalalarda Salih Xudoyor apandiga shu hujum qilinishi meni bog'lab turib, podoqning bir narsa yezishlari shu Rabiya Qodirning iliq Suriya masalasiki odamlarni chiqib kirgizib atgan, anki mana Qudusdagi pochta gazetininki qilgan narsalar bilan cho'chitibdi. Shuningga meni bog'lab turib, bu qilib turib, endi ani nima qilma degan yerlarda ham deyilaqi. O'zi Salihni kaltaklayman, men berib sendan sual. Sen benim xotiningdan so'ra, necha qitim yatding Latino bilan, Xitoylar bilan men kirib ketgan nima ish qilding deb ko't. Lataqlab qo'y. Suydik. Qarapaqa turqinga Adidasdan cho'qmoq ko'ylagini tiqib etganingni yonmayla qo'y. Ana sen so'rasan sen Salih Xudoyordan ne so'radigan onangning haqqi bormi? Sen bir Mehmet Appaqay, onangning haqqi bormi seninki? Salih Xudoyordan sen nima deb sen savol so'rash huquqing bor seninki? Qasmoq. Apangdan so'ra, go'riga berib, necha Xitoyni uyda bo'maliq qilganding? Sen nima deb bo'maliq qilganding? Xotiningdan so'ra, sening apang Xitoy ekan-ku. Voyey. Deb. Ballalaringni agashtirib, xotiningni lopir-lopir kiyindirib yuribsa, so'ralmalik qilib. Tamoq yeydigan ustalgim chaqamabda bo'moning kuchi bo'lgandan keyin xotiningni qachiyo deb. Chani maliga kirgizibdi seni. Kirketib aşağı qo'tani qochibsa, seytim turiklar yan birlar sen bilan tushgar hasin. Kim chiqirdi go'ya, o'ylab baqa chaqmoq ko'ylakni Adidasni. Meni de kiyim kechak kiyishni bilmaysa, sattab ketibsa. Menda chiroyli qilib nadi va go'ya. Adamni beray menga bo'lsa. Sattab ketsa kiyim kiyish. Menda kiyaladigan mening mistal maykamni bir ushqur olsa go'ya va Hicilonmaydı ki, namaz kılmaydı ki. Medina'ya açan beripdi. Medina'ya açan, sen diyen tonga ben sana bir çakçak vereyim Medina'ya açan tonga. Bir gün Ömer Kanat Şangçang'dan çıktı yitip. Ömer Kanat bir gün Şangçang'dan çıktı yitip de. Xotini Koxon akilanı yaxşıydı. Toykaş toyuğu var mı edip Medina'ya. Şangçang'dan Koxon'un nimisini götürüp Ömer Kanat lapang meni çıkıp basa ayakta Nuri Türkiye kep kaldı iken go. O adaş negi mangdın, nereden ketip atsa dese. Va adaş yaqıma keşt xotinim toyuğa baratdı. Şundan ma o Koxon götürüp ketip barma, xotinim Koxon yeyatma dese. Nuri Türkiye manda qila, men bu keşt xotinimga bir şey olib beray bo'lmasa deb do qarab. Vay bu xotiningga bu chokoladamlikni yelab olibsan-ga deb ashta deydi ekan-da. Tuzayrakni olsam-mamda bu xotiningga chokoladamlikni yelab olibsan. Demak, Koxonlarning ta'mlarining bir-birisinikini bilishidi degan gapdami edi. Mirza sen deb bergan juma buni esingda obdan chiqatmaysan ma u yana. Shu shunday gap qarindoshlar. Unda bo'lsa qarindoshlar men chiqib ketay. Madinay Bavdun xonim. Appa xonim, suyimli xonim, tatlı xonim, shoira. Bavdun kamning qizi. Abi qachon sotib berasiz meni? Men shu izzat mirzat bek xalab ketib bordi, siznikini bek ko'tirib birni mezib ketib bordi. Siznikini ko'targansir sizni tillab ketib bormayman. Sizga ig'ir kelib ketyapti, bilyapman bu ishlarni. Qachon sotib berasiz? Oldin qaytam kelgan chaqman qaysi vaqtda beshimni ichimga tiqib oldim yoki qaysi palampaydan men bilgan bo'lsam shu chaqda naq maydon qildim-ku deyman siz kelgan vaqtida. Siz kelgan vaqtida naq maydon qilib qene men chaqasun degandim g'ipida tikib atdingiz-ku deyman Turkiyaga. U yerga bekorga tikib atmadingiz qachon. Uning bilimiz-ku hamda. Qachon beradigandek qilib tursiz meni sotqanmish. Basingiz bir chaqarib putlaringizni yuvishga boshlasam bo'ladi deyman. Uyingizda bo'moq qilishga. Aninki apsininki ustidagi qalpig'ini men ep tashlab etay, xayinning bo'lmasa degandan keyin. Ashna anisi uchun men inqilob qilay bo'ldi. Qachon meni sotqa berib bir nim qilsangiz putingizni bir jub ammo qilib qo'ysam sizni. Qachon bersiz sotqa meni? Anda qiliqi latqasqaslarni to'la ishiltib emay. O'zingiz
kelib mishaga keldingiz shundaymi misha kelgan bo'lgandan keyin andan keyin sotqa badem deb ketibsiz nabi jalollar bilan soqchilar kirib yiqibsiz anglasam andan keyin men nijat turg'unda anglasam nijat turg'un akash telefon qilibdi sen sotqa beribdi ukam deganda kulib ketdim qaysi sotqa beribdi xalqaro sotqimi yo London sotqimi dedim ham xalqaro sotqa bergan bo'lsa Anderikson apandimni o'zim advokatlik tutdim ham London sotqa bergan bo'lsa naqsh etib bermay kirib gullar 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 deb menga rahimadek bor ay uy etib bermay yamiz ishimiz lapar o'ynaymiz aqidamni qo'yib atdim havoga deb ho'shimiz bir o'ynaymiz qaysi sotqa berdingiz bir da'vatgan bo'lsangiz men bilib olgan bo'lsam yaxshi bo'ladi endi bu sotlarni bizning sotga chiqib bakmagan uzun bo'lib ketdi-da. Ömer qanotlarning peshonasi ochiq emas, bizning peshonamiz ochiq. Shu. Anandan keyin Amerikadagi FBI'dagi Uyg'ur James Bond 007 Murat Ataman quloqni dang tutib qanglar. Sen meni men chegara atlab kiradiganlarninki FBI'likida qilma olim nijot o'tkir nashtar deganlar cho'chakdan chiqdi degandan olim nijot bilan u Nuriy Musabayning kuyog'idan Nurshad paranglashibdi. U cho'chakdan chiqmabdi u. O cho'chakdan chiqmabdi. Sen avvalgi FBI'da qilma deb menga tahdid qilgandan sen yaqinda Amerika konsulidan bir varaq qog'oz topshirib olasan. Jama? Aliflar bilan shiqqinglar. Bo'pti, unda bo'lsa qarindoshlar, Xudoyimga omonat hamsa, ha? Alloh omonat. Oy, maydonga bak urib o'tdim yo.